Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilari, shularning kuzatuvchilari. Mana bugun sindapsus, ya'ni osma gullar ko'paytirishda 3 xil usulda ko'paytirib ko'ramiz. Qaysi biri tez tomir otadi, sizlar bilan birgalikda tajriba qilamiz. Sindapsus, ya'ni mana shunaqa osilib o'sadigan gullar, bu yashil turi yaqinda ko'paytirgan edim. Bu Gollandiyaniki. Gollandiyani sorti, mana grunti juda chiroyli bo'lib o'sib ko'paygan. Xo'p, endi bu Xitoyda sorti, Sindapsus exotica Greenhang degan sorti. Xudo xolasa mana shunisini ko'paytiramiz hamda mana bu variegatni sorti bor. Barlar variegatni bo'ladigan sorti. Shunisini ko'rib, shu ikkita sortini ko'paytirib ko'ramiz. Xitoylari qanday ko'payadi, ko'payish darajasi qanaqa, hamda birgalikda tajriba qilamiz. Hamda birinchi tajribamiz perlitda bo'ladi. Perlitda juda ko'p yaxshi gullar ildiz otadi, tez otadi. Hamda oddiy torf, verxavoy torfimizga ekamiz. Qaysinisi necha kunda tomirlaydi, buni ko'ramiz. Bo'lmasa birgalikda tajribamizni boshlaymiz. Birinchi Silverhang, ya'ni ekzotika bilan nomi bilan tanilgan sindapsusimizni kesib olamiz. Sindapsus oson o'sadigan gullar qatoriga kiradi. Buni ortiqcha nima desa bo'ladi, ortiqcha o'xot qilish va boshqa qilish shart emas. Bunga vitaminlar berib tursalaring bo'ldi. Unaqaligi tez o'lib qoladigan gullar qatoriga kirmaydi. Sindapsuslarda mana har bitta joyda o'zini ildiz bochka joylari bo'ladi, ildiz chiqaradigan joylari bo'ladi. Mana pishgan yaxshi shoxida mana ildiz chiqaradigan o'zi bor tuklari bor. Shu joylardan kesib turib, bemalol ildiz orttirib olsalar ham bo'laveradi. Hozir men mana bu joyini kesib olaman. Juda chiroyli barlari. Mana oldin bunisi kesilgan, mana bu joydan kesilgan, yonidan chiqargan. Endi yana xuddi o'sha yerdan kesib olamiz. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hozir buni betdan ham chiqarsa bo'ladi. Hozir o'rtasidan kessa ham bo'ladi, lekin metdan kessangiz bo'ladi, lekin menga mana shu ko'rinishi yoqdi. Mana ko'rinishi juda chiroyli. Shuning uchun mana shunisi yetadi menga. Hop, endi yana kesamiz. Qanchalik buni kessiz, shuncha yonidan shoxlaveradi. Hop, mana bunisi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yana bitta. Hop, mana yana bittadan kesib oldim. Netdan ildiz oltaveradi, xudo xolasa. Mana. Mana. Bunisi ham juda uzun bo'lib ketgan. Shuning uchun buni ham kesamiz. Mana. Mana yo'g'on tanasi. Mana ikkita joydan ildiz otaveradi bu. Chiroyli. Mana gulimiz o'zi chiroyli ko'rinishi, mana pishni chiroyli turibdi. Yana kesib olsak bo'ladi, bundan kessak bo'ladi, lekin bag'i turib turaversin. Mana shunaqa bo'lib, mana bunaqa bo'lib ildiz chiqaradi. Bunisini ham kesamiz. Bunisi ham chiroyli bo'lib o'sadi. Kumushsimon barlari o'ta darajada chiroyli gul. Qolganlari endi qolib o'ssa yana ko'paytiraveramiz. Mana. Endi keyingi gulimiz bu gulimizni kesamiz endi.
buni ham xuddi mana shunaqa tomirlari bo'ladi. Shu tomirlardan kesib ko'paytirib olamiz. Mana haligi daraxtlar shoxlariga chiroyli qilib chiqarib yuborsalar ham bo'laveradi. Go'zal holatda. Buni o'zi ildizi mana shoxlagan ekan. Alohida eksa bo'laveradi. Bunida ildizi yo'q ekan, shuning uchun alohida ekamiz. Hop, mana Synapsis Epic Premium sortini kesib oldik. Endi xudo xolasa bularda mana o'zini уже tomirchalar, havo tomchi tomirchalar, shulardan tomirlar mana shunaqa tomir otib o'saveradi xudo xolasa. Go'zal holatda. Buni barlari gigant sorti. Hop, endi mana Epic Synapsis Silverhand sorti Epic Premium Exotica. Juda chiroyli. Mana bundan kesgandik. Mana kumushsimon to'g'lanadi. O'zimning eng yaxshi ko'rgan gullarim oilasiga kiradi. Mana shunaqa bo'lib, chiroyli bo'lib ko'paytirib, oshxonalaringga, polkalaringga chiroyli qilib ekib olsalaring bo'ladi. Pasaytirib, mana juda chiroyli holatda. Endi buni Carniving parashaga mana bu ilzot turadigan mana bu o'sha Carniving markasiga tekkizib olamiz. Sababi bu ildizni yaxshi stimulyatsiya qilib, yaxshi tez chiqarib berishga yordam beradi. Bunga tekkizib eksangiz ham, ekmasangiz ham bo'laveradi. Sababi bu oila avvalambor tez o'zi ildiz chiqaradi, lekin yana ham anaqa ildizlarga yordam berish uchun bunga ekkan yaxshi. O'zi asli perlitda bu oila zo'r ildiz chiqaradi. Torfga ham ekib ko'ramiz. Qani qaysi birida tez ildiz chiqaradi, shuni sinab ko'ramiz. Hop, mana Carnivingga botirish, mana gulimizni oldik. Mana chiqaradigan joyi. Bu betdan ham chiqaraveradi. Misol metdan kessiz, mana metdan ham chiqaraveradi. Hozir menga ko'rinishi yo'qda, xohlasam metdan kesib turib, mana metdan kesib turib, ikkita joydan ildiz ottirsam ham bo'laveradi. Uchta joydan ildiz ottirsangiz ham bo'ladi, lekin menga ko'rinishi o'zi yoqqani uchun mana shu ikkita bunday turib, mana Carnivingga botirasiz. Mana botirib turib, gruntimizga shu ekib olamiz. Perlitimizni xillab kiyib oldik. Tayi tesh emas, o'zi teshilsa ham bo'laveradi. Men tayin teshmadim, chunki hozir yoz, perlit tez qurib qoladi. O'shaning uchun mana perlit xillab olinglar iloji bo'lsa, chunki perlitda chang havosi organizmga juda ham xavfli hisoblanadi. Shuning uchun perlit bilan ishlayotganda albatta xillab olinglar. Organizmlaringga kirishdan saqlamanglar, iloji bo'lsa askar kiyib olinglar. Hop, mana endi ekishni boshlaymiz birma-bir. Sizlarga hozir ko'rsataman. Hop, mana hozir ikkita Synapsis variegat sortidan hamda ikkita Epic Premium Hand sortidan mana Carnivingga botirib perlitga ekib oldim. Bu bittasi tayyor bo'ldi. Tajribachi ikkita bundan ikkita. Endi torfimizga ekamiz, keyin torf bilan perlit aralashmasiga ekib chiqiladi, xuddi shunday holatda. Hop, mana keyingi gulimizni ham ekib oldik. Mana hozir bunga yaxshilab sug'oramiz buni. Tuprog'i yaxshilab qo'yishimiz kerak. Mana yaxshilab qo'llab oldik. Hop, hozir mana Synapsislarimizni bunisini perlitga ekdim, bunisini perlit va torfga ekdim, bunisini torf to'ziga ekdim, bunisini torf ozroq perlit, hech qancha perlit emas. Bunga ekib qo'ydim, joyim qolmadi. Hop, mana hozir bularga manunga suv quyamiz. Suv quyganimizda bunga ham torfga ham suv quyamiz. Yaxshilab sug'orib turib, tepasini teplичка qilamiz. Mana shunaqa qilib teplичка qilib qo'yiladi. Teplичка qilib qo'yilsa yaxshi ildiz otadi, tez ildiz otadi. Bularni ham shunaqa konteynerimiz ichiga solib teplичка qilib qo'yamiz, tez ildiz otadi. Juda ham tez ildiz otadigan gullar qatoriga kiradi. O'zi ko'pchilik bu gul haqida ma'lumotni
ga egadir. Yangi gul boshlovchilar uchun, yangi gul ishqibozlari uchun mana shu gullarni har xil oilasini kolleksiya qilib yig'ib parvarishlaslarini tavsiya qilaman. Sababi juda ham oson, sizlarga unaqa muammo tug'diradigan gul emas. Faqatgina bu suviga e'tiborli bo'lasizlar. Chanqab qolsa agar barglari sarg'ayib ketadi. Chunki buni yaxshilab to'yintirib sug'orish kerak. Sababi ildiziga qaysidir joy qismi ildiziga yetib suv bormasa ham gul уже bargini sarg'aytirishni boshlaydi. Chunki ildizini ko'rdilaring mayda, hamma joyda har xil ildizlar hosil qilaveradi. Mana bu barg boshqa ildizga tegishli bo'lsa, bu barg boshqa ildizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunisiga e'tibor berasizlar. Spreyda yaxshi ko'radi. Bemalol bargidan ozuqa bersalaring, vitaminlar bersalaring bo'ladi. Misol sulfat magniylaring bo'lsa, sprey qilib tursalaring, tagiga quysalaring, bargi yana ham katta bo'ladi. Keyin arka qilib, haligida har xil kokosviy nimalar, torfdan palkalar bor, keyin daraxt po'stloqlaridan har xil unaqa qilsalaring bo'ladi. Shakl berib unaqa qilsalaring, dizayn qilsalaring, dekor qilsalaring bo'ladi. Undan tashqari keyin buni bargiga quyoshda nuri yaxshi, qanchalik quyoshga qo'yib qo'yish yaxshi shart emas. Yorug' joyi qanchalik ko'p bo'lgan sari mana shu bargi varigatniroq bo'ladi. Quyosh qancha kam tushsa, bargi mana shunaqa yashilroq bo'ladi. Bargi varigatni sortlarga yorug'likni ta'minlab berish kerak. Bargi oddiy yashillarga nimadan ham o'sadi, soyadan ham o'sadi. Shu ozuqasi qanchalik zo'r bo'lsa, gullar shunchalik zo'r, chiroyli bo'lib o'sadi. Mana bugungi ma'lumotlarim sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, hamda like bosib, kimda shunaqa gullar bo'lsa, kimda qanaqa tajribalari bo'lsa, kommentariyada o'zingiz fikr mulohazalaringni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yashil olamda qolinglar. Xudo xolasa bundan keyin yana ham yangi ma'lumotlar berib o'tamiz. Xudo xolasa keyingi darsimiz filodendron gulini turgan holatida mohda ildiz ottirish tajribamni ko'rsataman inshaalloh. Sog' bo'linglar.